Diqqat qiling, O'zbekistonda hozirgina oylik maoshlar haqidagi tezkor xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda o'rtacha oylik ish haqqi 6 million so'mdan ko'tarildi. O'zbekistonda 2025-yil yanvar-sentyabr oylarida o'rtacha oylik nominal soliq va boshqa to'lovlari o'z ichiga olgan hisoblangan ish haqqi 6 million 166 ming so'mni tashkil etib, o'tgan yilining mos davrida nisbatan 19,2% ga o'sdi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotiga keltirilishicha, hududlar bo'yicha o'rtacha oylik ish haqqining eng yuqori ko'rsatkich Diometik Toshkent shahrida kuzatilgan 10,3 million so'm. Bu o'tgan yilining mos davriga nisbatan 18,7% ga ko'p. Keyingi o'rinlarda Navoiy 7,6 million so'm, Toshkent 5,8 million so'm, Andijon 4,9 million so'm hamda Buxoro 4,9 million so'm viloyatlari qayd etilgan. Eng kam o'rtacha ish haqqi Namangan 4,5 million so'm, Surxondaryo 4,3 million so'm, Qashqadaryo 4,2 million so'm viloyatlarga kuzatilgan. O'rtacha oylik ish haqqi iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha tahlil qilinganda esa eng yuqori o'sish sur'atlari san'at, ko'ngil ochish va dam olish sohasida qayd etiladi. Xususan, mazkur sohada 2024-yilning mos davriga nisbatan o'sish sur'ati 122,8% ni tashkil etib, ish haqqi miqdori 5 million 114,7 ming so'mga yetgani kuzatilgan. Shuningdek, ta'lim yo'nalishida ham sezilarli o'sish qayd etilib, ish haqqi miqdori 4,1 million so'mni tashkil etdi. O'sish 19,8%. Tashish va saqlash sohasida o'rtacha ish haqqi 9,3 million so'mni tashkil etib, 16,7% ga, axborot va aloqa sohasida esa 14,9 million so'mga yetdi. 16,6% o'sish. San'at sohasida o'rtacha ish haqqi 7,3 million so'mni tashkil etib, 16,3% ga o'sgani qayd etilgan. Shu bilan birga qurilish sohasida o'rtacha oylik ish haqqi 6 million 342,6 ming so'm bo'lib, o'tgan yilining mos davriga nisbatan 9,2% ga oshdi. Yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar sohasida bu ko'rsatkich 5 million 122,8 ming so'mni tashkil etib, 10,1% ga, savdo sohasida 6 million 875,6 ming so'mni tashkil etib, 12,1% ga, sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar yo'nalishida 3 million 765,4 ming so'mni tashkil etib, 14,6% ga oshdi. Bank, sug'urta, lizing, kredit va vositachilik faoliyati sohasida esa o'rtacha oylik ish haqqi 16 million 828,9 ming so'mni tashkil etib, 15,6% ga o'sdi, deyiladi xabarlarda. Bizni kuzatishda davom eting. Xabarlarimiz keng tarqalishi uchun obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang.